Bo'lishdi aka. Boshqa ketdi. Bo'l, Men netaman? menga oling-da, sen chetroq iloji bo'lsa. Bo'l, iloji bor. Men sizga keltirib. Xo'p, qani. O'z telefoningizga ham chora ko'rib qo'yaman. Telefonda harakatlanib ketyapti. Qo'lingiz ushlab ketyapti. Ushab ketyapsiz? Ha. Hozir qo'lingizda chap qo'l. Jon aka, siz chetga olib qo'ydingiz, to'g'rimi? Chetga olib telefonni qo'yib qo'yib oling-da. Siz haydovchi. Aka yurganim yo'q, men qiz qo'zg'aldim xolos. Qo'zg'aldim men siz aytganingiz bo'yicha. To'g'ri, balon bir harakat boshlandimi? Nimaga nima? Siz aka? Qo'lingizda telefon. Qani, eshiting. Bu bo'yicha ham chora ko'raman, aytaverasiz. Bo'ldi, mashinasi videoga tushyapti. Siz qilgan harakatlaringizdan hammasi. Xo'p, eshiting. Mana shu kamerangiz ishlayotgan bo'lsa, eshiting. ham tushdi. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 975-sonli qaroriga bo'yicha yo'l patrul xizmat xodimlarining yo'l harakat qatnashchilari o'zaro munosabat hamda maxsus mashinalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizom. Eshiting. Men siz bilmagan qonun qoidani men sizga keltirib beryapman. Bilmagan demang aka. Siz hozir o'quvrinchi aka, siz ham charchab bitmi? Bir baladan topib. Xo'p, nizomning 14-chi bandida transport to'xtatishni aniq asos keltirilgan. Masalan, qoidabuzarlik yoki yuzva ko'rsatkichlar qidiruv bo'lganda va hokazolar bo'lganda, hujjat tekshirish yoki hujjat tekshirish uchun bo'lganda aynan asosan statsionar post yoki maxsus tadbirlar davomida ruxsat etiladi agar siz aniqingiz bo'yicha. 975-sonli Vazirlar Mahkamasi qarorini ochasiz, 6-bandini o'qiysiz. O'sha 6-bandni tekshirish uchun to'xtatishga men eshiting, oxirigacha eshiting. Siz so'rayotgan vaqtingizda hujjat tekshirish uchun yo apteka tekshirish uchun dedingizmi? Men yana aytyapman. Nima uchun to'xtatdingiz o'zi aka? Hujjatlarni tekshirish. Xo'p, nimaga apteka so'rayapsizmi? Nimaga aka yo'l harakati qoidalari bo'yicha so'rayapman-da sizdan. Qani, men sizga mana kelib qarang. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha transport vositasi tibbiyot kuchasi apteka 3-ilovada 708 bo'lishi kerak. Lekin qani siz so'rayotgan hujjat tekshirish uchun to'xtatayotgan bo'lsangiz, lekin bu narsani so'rash haqqingiz yo'q. Hujjatini bering, bo'ldi. Aka, bitta gap. Bo'ldi. Bermaysizmi? Tushunmadingizmi? Sardor aka esmingiz? Ismingiz nima edi? Birinchi marta aytaman. Yo'q, ismingiz nima? Qahramon aka, bo'ldi, hozir.